Assalomu alaykum Mototos kanali obunachilari. Bugungi kunimiz, ya'ni 8-dekabr barchalaringizni, ya'ni Konstitutsiya kunimiz bilan tabriklayman. Shu munosabat bilan juda ham kunlar sovib boryapti. Shu munosabat bilan, ya'ni pushka, ya'ni issiqlik pechkalariga katta chegirmani sizlarga e'lon qilamiz. Hali boshladik. To'klik, ya'ni gazda ishlaydigan, hatto sarelkada ishlaydiganlarni narx-navolar bilan tanishib o'tamiz. Hozir birinchi to'klikda o'tamiz. Ya'ni pushka bu issiqlikni shamol bilan haydab beradigan, ya'ni pechkalar deyiladi. Bu ya'ni orqasida kichkinagina ventilyatsiyasi bo'ladi. Ya'ni bu hozirgi ko'rsatayotganimiz 2 kilovatlik Germaniya texnologiyasida asosan ishlab chiqarilgan Rolf bo'ladi. Sifati juda ham yaxshi. 2 kilovatlik, ya'ni bu 35 kvadrat, 30 kvadrat joyni juda ham kuchli issiqlik isitib beradigan pushkamiz hisoblanadi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi buni oldinlari to'g'risi 350 ming so'm, 400 ming so'm sotardik. Hozirgi kunga juda ham katta chegirma dedik bayram munosabati bilan. Buni narxini bor yo'g'i 210 ming so'm qilib qo'ydik. 210 ming so'mga sifati zo'r bo'lgan pushkamizni xarid qilib olib ketishingiz mumkin. Endi bu menga kichikroq, kichkina, kattarog'ini ko'rsatinglar deganlar uchun mana akalarimiz uchun sal kattaroq. Bu ya'ni 3 kilovatlik pushkamiz. Bular radiatorlik deyiladi. Hozir videoni oxirida ko'rsangiz, tenliklarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu radiatorlik 3 kilovatligimiz, ya'ni 45-50 kvadrat joyni bemalol isitib beradi. Juda ham issiqliklari moshli bo'ladi, sifati juda ham yaxshi. Ya'ni 3 kilovatlik pushkamiz deyiladi. Toza 3 kilovat tortadigan pushka. Buning narxiga keladigan bo'lsak, bu narxini oldinlari 450-500 ming sotardik. Hozirgi chegirmamiz uchun 350 ming so'm qilib belgiladik. Juda ham arzon narxda sifati zo'r bo'lgan pushkalarni xarid qilishingiz mumkin. Endi meni 60 kvadrat joyim, 70 kvadrat joyim bor degan akalarimiz uchun quritish uchun ham ishlatsa bo'ladi. Ya'ni radiatorlik 5,5 kilovatlik. 5,5 kilovatlik Magnat brendiga tegishli, juda ham sifati yaxshi. Ya'ni buni Texa brendiga tegishli ham bor. Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan. Buni narxini 650 ming so'm sotardik. Hozirgi kunda buni narxini 400 ming so'mdan bemalol xarid qilib olib ketishingiz mumkin. Endi ko'pchilik akalar ishxonalarga, masalan, ustachilik qilib ishlatayotgan bo'lsalar, quritish uchun asosan ishlataman, juda ham menga issiqligi kuchli bo'lsin deganlarga, ya'ni 3 kvalik tenlik bo'ladi. 3 kilovatlik tenlik ventilyatsiyalari mana temirlik bo'ladi. Juda ham sifati yaxshi. Ten bo'ladi. Bu ya'ni umuman qizib qolmaydi. Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan. Umuman qizib qolmaydi. Bu ya'ni 65-70 kvadrat joyga mo'ljallangan pushka hisoblanadi. Issiqligi juda ham bomba. Ya'ni bu mana bular o'zi qizigandan keyin avtomatik o'zini o'chiradi. Radiatorligi bular ya'ni o'zini o'zi hech qachon o'chirmaydi. Issiqlikni doimiy tarzda berib turadi. Bu tent hisoblanadi. Shuning uchun ham juda ham sifati moshli bo'ladi. Bu narxiga keladigan bo'lsak, narxi bor yo'g'i 950 ming so'm qilib beramiz. Sifati juda ham yaxshi. 1,2 million sotilgan pushkalarni tentvini, ikkita tentimiz bor, ya'ni 950 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Endi hammaga o'sha mashhur propanliklari yo'qmi deganlarga, propanda ishlaydigan pushkalarimiz bor, ya'ni 30 ra deyiladi. Bu ya'ni 100 kvadratdan oshiq joyni isitib beradigan pushkamiz hisoblanadi. Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan. 100 kvadratdan oshiq joyni ishlanadi. O'zi to'kka ham ulanadi. Bu to'k nima uchun ulanadi degan akalarimiz uchun, ya'ni ventilyatsiyasini shamol bilan haydab berishi va gazni yoqib berishi uchun ishlatiladigan narsasi uchun gazni baland-past qilsangiz ham bo'ladi. Buni sifati juda ham yaxshi chiqadi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 1,2 million so'm. Ya'ni 1,5 million sotardik, 1,2 million so'm qilib beryapmiz. Eng qizig'i, sizga 300 ming so'mlik gaz reduktorlari ham tekinga qo'shib beriladi. Gaz shlankasi, ya'ni gaz reduktorlari hammasi qo'shib beriladi. Endi meni joyim 200 kvadratdan oshiq degan akalarimiz uchun mana bu yerda 40 ra, ya'ni Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan, ya'ni 40 kilovatlik xuddi to'kda isitib beradi, propanlik bo'ladi bu ham. Gaz ulanadi, baland-past regrovkalari ham bor. 200 kvadratdan oshiq joyni isitib beradi. Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 1,5 million so'm qilib beramiz. Keyingisi narxiga o'tamiz. Buning narxi, ya'ni 300 kvadratdan oshiq joyni isitaman degan akalarimiz uchun 350 ra, ya'ni 50 kilovatlik hisoblanadi. Juda ham baquvvat, moshni, ya'ni bu ham propanda ishlaydi. Bularning hammasiga gaz reduktorlari qo'shib beriladi. Buning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 1,8 million so'm qilib beramiz. Endi hamma aytishi mumkin, to'klikni, ya'ni 3 fazaliklari yo'qmi? Ya'ni issiqxonalarga kattaroq joyni isitaman degan akalarimiz uchun
To'kligimiz bor mana 15 kilovatlik, 9 kilovatlik, 15 kilovatlik turlari bor. Ya'ni bu 9 kilovatlik TNT hisoblanadi. Issiqligi vashing bomba beradi. Kattaligini ham mana gabaritini ham ko'rishingiz mumkin. 9 kilovatlik hisobiga juda ham sifati zo'r issiqlik beradi. Ya'ni bu 9 kilovatligi kamida 200 kvadratgacha bo'lgan joyini isitib beradi. Ya'ni TNT bo'ladi, umuman qiziq qolmaydi. Ya'ni buni 3 ta напряженияda ishlaydigan alohida rejimlari ham bor. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxini bor yo'g'i 1 million 500 ming so'mga beramiz. Ya'ni 9 kilovat 3 fazada bo'lgan pushkamizni. Xohlaganlar uchun buni narxini 2 million so'mga beramiz. Ya'ni 15 kilovatligini, kattasini, ya'ni yanada TNT ko'proq va ventilyatsiyasi ham kattaroq bo'lgan pushkamiz. Bu ham 3 ta rejimda ishlaydi. Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan. Bu ko'rsatganlarimiz hammasi 3 fazali bo'ladi. Ya'ni xohlaganlar uchun 24 kilovat, 30 kilovatlik turalari ham mavjud. Ko'pchilik so'rashi mumkin, sizlarda sarelkalik pushkalarning ham narxini ko'rsatamiz dedik. Bizda sarelkalik pushkalar ham bor. Bemalol 100 kvadrat, 200 kvadrat va 500 kvadratgacha bo'lgan sarelkalik pushkalarni ham bemalol Mototosdan xarid qilishingiz mumkin. Telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Eng arzon narxlarda olib ketasiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz manzillarimizni tushuntirib o'tamiz. Sizni so'raganlarga Toshkent shahri, ya'ni Sobraqlik metro Do'mrobod bozorining ro'parasida joylashgan Toshkent Zennet savdo majmuasi Mototos do'konimiz. Ya'ni telefon raqamlariga keladigan bo'lsak, 95lik 816 94 94 va 99lik 576 37 37 xohlagan turingizdagi sifati zo'r bo'lgan pushkalarni arzon narxlarda xarid qilib olib ketsangiz bo'ladi.